Raqobatdoshlarning olovli jangi, taraflar bo'lingan teng yoni bordir. Mayiskulda diyor quroli mavjud va unga raqibning begzodi bordir. Behruzning go'zal qarshi yurishi, Nurulloh uchunda hudud topilar. Englifay tomon yo'llandi savol. Saloydin yo'liga qanday yopilar? Zarbalardan titradi to'sin, burchak out va har bir pasta startliga yondi shu yo'sin. Frontga aylandi bir pasta. Assalomu alaykum, Start Ligadasiz yana. Kechagi olovli El Clasico'dan navbatdagi bo'lgan El Clasico'ni tahlil qilamiz. Bu ikkinchi El Clasico bo'ldi. Anonsda ham bu o'yin yonadi, bu o'yin juda ham kuchli bo'ladi deb ta'riflagandik. Aynan mana shu o'yinni hozir tahlilini ko'rib chiqamiz. Kecha o'yin juda katta hisobda yakunlandi. Englifayning g'alabasi bilan va ikki jamoani tarkibidagi holatlari, chizmalari va qanotlarda qanaqa harakat qildi, shuni ko'rib chiqamiz. Kechagi futbol uchrashuvi juda ham xavfli bo'ldi. Oddiy o'yin emas bu albatta. Anonslardan, statistikalardan ikki jamoani to'plagan ochkosi 3 ochko ekanligidan kelib chiqib, ikki jamoada ham imkoniyatlar yuqori edi va bu juda murakkab, hal qiluvchi bahs edi. Biz ko'rdingiz, haqiqiy Kolizeyga, gladiatorlarning jangiga aylandi bu. Xuddi Italiyada, Sitsiliyada eskanu janglar, spartaliklar degan biz mifologiyalarni bilamiz-ku. O'yinchilar emotsiya bilan borini berib, qatnashib, himoyaga ham yugurib, hujumga ham yetib borib, darvozabonlar to'plarga otilgan, iloji boricha to'pga yetib olgan, barmoqlarini uchlar bilan seyf qilgan o'yin shunaqa yo'sinda o'tdi. Endi o'yinni ba'zi bo'limlarga ko'rib chiqamiz. Bo'limlarga bo'lgan holda tushunishingiz va o'yinni osonroq emotsional his qilib olishingiz uchun. Kuchli zarbalar bo'ldi. O'yinda ajratib olishimiz kerak bo'lgani va hujumlarni juda ham tezkorligi. O'yin boshidan boshlab hujumlar kuchli bosim ostida boshlandi. Ikkinchi taym va birinchi taym boshida o'zim ham live streamda aytib o'tdim. Hozir kutamiz biz ikki qanotda o'yinchilar almashib olganida bir-biriga qarshi 3 o'yinchi nima qiladi? Ya'ni bu tarafdan ham 3 o'yinchi, bu tarafdan ham 3 o'yinchi, ya'ni Sheraliyev, Nurulloh Sobirov qanoti, bu yerdan esa Diyor Abdusalimov bilan Mamataliyevning qanoti nima qiladi deganda ikki jamoa qo'rqmasdan vabankka yurdi. Ikkinchi taymda ham, birinchi taymda ham bosh qismlarida. Yana bitta bo'limga e'tibor berishimiz kerak. Men alohida materiallarni o'rganish jarayonimda kirgizdim buni. Ya'ni bitta bo'lim sifatida ko'raylik, chunki alohida ajratib ko'rsatiladigan narsalar bo'ladi-ku, o'yinda eslab qolasiz. Mana o'yin to'liq bo'lganida nimadir esingizda qoladi, yorqin holatda. Aynan darvozabonlarning seyflari bu. Yana bir omil. Darvozabonlarning seyflari juda ham zalvorli, juda ham yorqin. Tarixdagi qanaqa afsonalarni, qanaqa bir kuchli, zabardast bir personajlarni biladigan bo'lsak, Xo'jamberdiyevda ham va raqib darvozaboni, Mayskul darvozabonida ham, mana shu ikki darvozabonda ham qobiliyatlar, ko'nikmalar juda zo'r ko'rsatildi bugungi o'yinda. Adashmasam, ikki darvozabon ham 10 tadan ko'p bo'lmasa, lekin undan kam emas. Seyvlari undan kam emas. Ya'ni to'pni egallab olgani, juda ham sovuqqonlik bilan hujumlarni bartaraf qilgan darvozabonlarni sharhda ham aytib o'tdim. Bu golni olib chiqdi. Yana bu golni olib chiqdi. Ya'ni ketma-ket gollarni olib chiqishdi darvozabonlar. O'z darvozalaridan o'tkazishmadi degan ma'noda aytmoqdaman. Yana bir e'tiborli jihati, keyingi bo'limda men o'zim uchun ajratib oldim, chiroyli gollar. E'tibor bering, gollar zo'r bo'ldi yoki hujumlar zo'r bo'ldi degan narsa yo'q. Chiroyli gollar va kombinatsiyalar. Chiroyli gollar deganda nima nazarda tutyapmiz? O'yin davomida o'zi 3 ta darvoza to'sini va ustuni titradi. Ochig'i titradi. Darvozabonga berilgan o'sha zarbalar o'tgan holatda yoki o'sha to'singa, ya'ni 9-burchak deymiz-ku, 9lik deviatka deymiz-ku, o'sha qismlarga berilgan, bosh bilan berilgan zarbalarda, Mayskulda, ikkinchi taymda Englifayda berilgan zarbalarda darvoza tekis titradi. Seismik zonalarda zilzila bo'lganda qanaqa ovozda chiqadi yoki katta-katta konsertlarda, xuddi shunday titrashni guvohi bo'ldim, o'zim his qilib turdim, emotsional. Va mana shu vaziyatlardan albatta chiroyli gollar yetilib chiqdi. Englifayni qarshi hujumlari, ikkita golda ketma-ket Jo'rayevni qochishi, Sobirovni chap qanotda yugurib borib darhol yordam berishi hujumda, Mayskulda Saloydinni yugurib borib ajoyib pozitsiyalarga chiqib borgani va yana Diyor Abdusalimovni tezkorligini ko'rdik. Mana shu omillar chiroyli gollarni, albatta shedevr gollarni, ikkinchi turni eng yaxshi gollardan biri bo'lishi mumkin bo'lgan gollarni bizga taqdim etdi. Yana bir bizda ajratib ko'rsatiladigan jihat bor. O'yindagi qarama-qarshilik bir muncha lahzalarda og'ib turdi. U tomondan bu tomonga. To'pga egalik yoki vaziyatlarda hokimlik qilish, tomonlarda ustunlik qilish, pozitsiyalarni egallash bo'yicha tenglik kuzatilgandir, o'zimning fikrim bo'yicha. Lekin qarama-qarshilik,
tejamkorlik jihatidan ba'zida Mayschool, ba'zida Englify darvoza yoki raqib darvozasi yonida to'pga egalik qilib turdi juda ko'p 14-hudud zonasida. Va ikkinchi taymda bu yana ham jadal olib ketdi. Ko'rdinglar, juda ham ko'p VARga murojaat qilingan holatlar bo'ldi. Bizda penaltilar bo'lishi mumkin bo'ldi. Bosh bilan berilgan zarbasi 9lik hududiga borib to'sini titratdi. Diyor Abdusalimovning zarbasi juda uzoqdan xavfli ko'rinish oldi. XG da 0.91 va mana shu qarama-qarshilikni ikkinchi taymda jadal olgani keskin bo'lgani nimaga? Qattiq pressing va ruhiy bosim. Ruhiy bosim nimadan bo'ldi? Ikki jamoa quvlovchi rolida o'ynashdi. O'zi bitta narsani ta'kidlashadi bizda mutaxassislar yoki jurnalistlar, quvlovchi bo'lib o'ynayotgan jamoa doim raqib jamoaga nisbatan talpinibroq va ularga bosimni ko'paytirib o'ynaydi pressingda ham. Ya'ni nisbatan darvozani yoki tejamkorlikni hisobga olmaydi. O'tosizlik endi odatda. Nisbatan tejamkorlikni hisobga olmaydi, ya'ni. Va ikkinchi taymdagi jadallashuv shu omillardan kelib chiqdi deyishim mumkin. Biz o'sha paytdan oldin El Clasico'ni ko'rib, o'zi baribir ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin. Highlightlarni ko'rganimizda guvoh bo'ldikda va o'yladik, bir-birimizga fikrlar etdik. Mana shunaqa gollar bugun Salohiddinning chap qanotida yoki o'sha Dilyor Qosimovning qanotida, o'ng qanotda ko'ramizmi? Mana shunaqa otilishlar ko'ramizmi bugun biz darvozabonlardan yoki Xo'jam Berdiyevdan yoki Mayschool darvozaboni o'tgan safar ham 60-70% qobiliyatini ishlatdi deb 3-4 ta videoda aytib o'tdim men. Va mana ko'rdim, u juda ham otilishga, to'plarga, havodan kelayotgan to'plarga egalik qilishda usta ekan. Va statistik qarashlarimdan tashqari videoning so'ngida bitta narsani qo'shmoqchiman. 2-3 o'yinchi bor, ajratib ko'rsatiladigan. Qolganlar ham yaxshi o'yin ko'rsatishdi, favoritlar hisobida o'yin ko'rsatishdi. Ya'ni MVP nomiga loyiq bo'lgan o'yinchimiz ham zo'r o'yin ko'rsatdi, Bekzod Jo'rayev va bu yerda yana ikkita o'yinchi Englifyda va Mayschoolda ham bitta o'yinchini ta'kidlab o'tishim kerak. Bular va Englifyda Mamatqulovni ko'rdingiz. Live streamni ham kuzatgan bo'lsangiz, 9lik zonasida juda ko'p havodan paslar ko'rdik. Delap degan o'yinchi bo'lgan Angliyada. U outlarni internetdan qarab olishingiz mumkin. Manbalardan juda uzoqqa otib berardi Delap va ichkarida gol bo'lish ehtimoli yuqori edi. Shunaqa taktikadan bir 5 daqiqacha foydalandi. Englify jamoasi Sobirov ichkariga juda kuchli, xavfli pas otib bermoqda va bo'yi baland o'yinchi Mamatqulov darhol imkoniyatga ega bo'lmoqda boshi bilan. Ya'ni golga yaqinda baribir ikkinchi qavatda gol urish. Va bu yoq tarafda ham Mayschoolda ham Mamad Aliyevning o'yini aslida juda yaxshi chiqqan edi. U kartochka bilan maydonni tark etgan bo'lsa ham albatta u hakamga bildirgan ortiqcha e'tirozi va ba'zi reglamentlarni buzganligi uchun ko'rsatildi unga kartochka, lekin Mamad Aliyevning birinchi taymdagi o'yini shaxsan qoyil qoldirdi men. O'sha birinchi taymdagi kichik tanaffusda ham biz gaplashganda aytdim. Muhammadjon Mamad Aliyev birinchi o'yinda bunchalik ko'rinmagandi. Men nisbatan G'anixonovga yoki Qosimovga, Abdusalimovga qiziqqan edim. O'zini qanaqa tutishi o'yinda, lekin Mamad Aliyevga nisbatan kutilmalarim baribir bunchalik yuqori emasdi. Ammo u o'ziga bildirilgan ishonchni oqladi, asosiy tarkibda o'rinni egalladi, juda ko'p masofa bosib o'tdi, o'ng qanotni o'ziniki qildi. Sheraliyevga yaxshigina to'sqinlik qildi, bloklar qo'ydi, ichkariga uzun paslar berdi va bitta shu minusga o'ynab qolgan tomoni uni kartochkasi bo'ldi. Va jamoa uchun ham oxirida minusga o'ynab ketdi, ko'rdingiz. Va yana bir ajrat ko'rsatadigan o'yinchim Jahonali Berdiqulov. Jahonali birinchi turda o'z o'yinida zaxiradan ko'p tushgan edi, rotatsiyalarda ko'rinish bergan edi, ammo sezib turgandiki, u baribir to'liq 5-10 daqiqa, to'liq 10-15 daqiqa maydonda bo'lmayotganligi uchun vaziyatini kutib o'ynayotgandi-da. Jahonali ikkinchi o'yinda o'zini shunaqa ko'rsatdiki, xuddi asosiyda tushib, kuchga to'la holatda o'ynagandek o'ynadi. Zaxiradan tushgan paytida ham va Mamatqulovning ikkalasini tandemini video materiallarda ham keyinchalik ko'rasiz menimcha. Tandemini ko'rsangiz, o'sha birinchi videoda eslaganimizdek, Turam va Lautaro, Del Piero bilan yonidagi taran hujumchi nozik harakat qilayotgan bu beryapti. Jahonali fizik, chaqqonlik qobiliyatlarini ishga solib, bu yerda Mamatqulov boshi bilan ustunlik beryapti jamoaga. Mana shunday xavfli vaziyatlarni guvohi bo'ldik ana shu ajrat ko'rsatgan 3 ta o'yinchimdan. Demak, o'yindagi taktikalarga, o'yinchilarni ko'rsatgan ko'nikmalari, skilllariga fikrimni bildirib o'tdim va o'yin o'z hisobini oqladimi degan savolga javob berib nuqta bilan yakunlamoqchiman videoni. Meni fikrimcha o'yin hisobi nisbatan haqliroq bo'ldi. G'alaba qozongan jamoa haqliroq edi. 60% ga 40% deb ayta olaman. Va keyingi o'yinda bu ikki jamoadan nima kutmoqdaman? Englify jamoasi tonusda
xuddi anu ketma-ketiga makedoniyalik Aleksandr egallab keladi-ku, Osiyo hududigacha yoki Temurni Xitoyga yurishigacha u ketma-ket egallab kelgan-ku. Ya'ni hozir zamonaviy dunyoda biz ko'ryapmiz. Apple klublarini qaqshatqi zarbalar bilan PSG nima qilyapti? Mana shunaqa hozircha Englifay ikkita ketma-ket g'alaba u tonusda. Ammo MySchooldan men 3-turda alohida e'tibor beradigan jamoa ham bo'ladi. Aynan sharhim paytida ham, statistikalarga qarash paytimda ham MySchooldan qanaqadir qaqshatqich bir otilish kutyapman men. Chunki jamoada alamlar, kuchlar yetarlicha emotsional va keyingi turda balki juda ko'p gol urishi ham mumkin agar MySchoolning o'yini ochilib ketadigan bo'lsa. Dilyor Qosimovni bu safar ko'rmadik. Behruzni asosiy tarkibda ko'rgan edik. Yana u eng yaxshi o'yinchilardan bo'ldi. Demak, Start Liga obunachilari o'yin bo'yicha barchasini tahlil qildik. Bugun siz bilan Jafarov Zulfiqor bo'ldi, sharhlovchi, jurnalist. Salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.